Demak 36-savol tenglama berilgan. Tenglama eng kamida nechta haqiqiy yechimga ega bo'ladi? Demak, kasr 0 ga teng bo'lsa, suratni 0 deb qo'yaveramiz. Suratida birinchi qavs x qo'shilgan 5 x ayrilgan 1 ga keladi. Ikkinchisi x minus 5 x qo'shilgan 1 ga keladi. Teng desak, bunisidan minus 5 va 1 javoblar, unisidan 5 va minus 1 degan javoblar chiqadi. Tenglama eng kamida nechta haqiqiy yechimga ega? Xo'sh. Tenglama eng kamida nechta haqiqiy yechimga ega? Mana mahraji ax kvadrat qo'shilgan b ni teng 0 deb o'ylasak, bunda x kvadrat teng plus minus ildiz ostida minus b taqsim a degan narsa bo'ladi-ku. Mana shuni musbati bilan manfiysi tepadagi javoblarni qaysi birigadir mos kelib qolganda ikkita javobni yeb qo'yadi. Shunda 4 yechimda ikkitasi qoladi. Eng kamida nechta yechimga ega desa, a ga 2 ta deb qo'yaveramiz. Tenglama ikkita haqiqiy yechimga ega bo'lsa, b taqsim a ning qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni yig'indisini toping debdi. Masalan, bizni bitta musbat yechimimiz 5 degan yechimimiz teng bo'lib qolsa, ildiz ostida minus b taqsim a ga. Musbat yechimimiz shunaqa-ku. Mana bundan x ni kvadratini o'chirib tashlashim bo'lar ekan. Hozir x mana shunday keladi-ku. Xo'sh, buni kvadratga oshirsam minus b taqsim a teng 25, unda b taqsim a teng minus 25. Ikkita yechimga ega bo'lganda dedi. Demak, endi ikkinchi yechimini yozaman. Minus 1 ga teng bo'lsa, endi manfiysini olishimiz kerak. Ildiz ostida minus b taqsim a. Bu yerda ko'rinib turibdi, minus b taqsim a musbat va b taqsim a ni o'zi 0 dan kichkina narsa bo'lishi kerak. Bundan b taqsim a teng 1. B taqsim a ni musbati teng minus 1. Bitta minus 1, bitta minus 25. Yig'indisi, demak, buni javobi minus 26 bo'ladi. Xuddi shu narsani ikkinchi tenglamadan chiqqan yechimlar bilan emas, birinchi tenglamadan chiqqan yechimlar bilan tekshirib ko'rsak ham bo'ladi. Unda minus ildiz ostida b taqsim a, mana minus ildiz ostida minus b taqsim a teng bo'lishi kerak bo'ladi. Minus 5 ga manfiysiga tenglaymiz-da. Kvadratga oshirganimizda minus b taqsim a teng 25 va b taqsim a teng minus 25 bo'lib qoladi. Musbatini musbatiga b taqsim a mana o'sa musbati teng 1 va b taqsim a teng minus 1 degan narsaga kelamiz. Baribir yig'indi mana minus 1, b taqsim a mana minus 25 derdim. Baribir yig'indi minus 26 ga keladi. Shuning uchun minus 26 chiqadi. Kamida yig'indisi. Tenglamani yeching. Demak, katangens x minus 1 ni katangensni kosinus taqsim sinus deb yozganimda, sinus degan mahraj bersak, kosinus x taqsim sinus x minus 1 taqsim kosinus x taqsim sinus x plus 1 teng. Buni o'zi sinus degan mahraj berganimizda kosinus x minus sinus x taqsim kosinus x plus sinus x ga keladi. Ikkalasini ham sinus x degan mahrajlar qisqarib ketadi. Teng ekan. Bu tomonda sinus x minus kosinus x ni kvadrati degani to'g'ridan to'g'ri kosinus x minus sinus x ning kvadrati bo'laveradi. Chunki 4 bilan minus 4 ning kvadrati ikkalasi ham baribir 16 ku. Mana uni kvadrati bor. Shuni bittasi bilan bu qisqarsa 0 degan yechim ola olamiz. Kosinus x minus sinus x teng 0 degan yechim bu tangens x teng 1 degan yechimni beradi. Chunki sinus bilan kosinus teng chiqishi kerak bo'lyapti-da 0 bo'lish uchun. Nimalar qoldi? Kosinus x minus sinus x qoldi bu tarafda, bu tarafda 1 taqsim kosinus x plus sinus x qoldi. Buni mahrajni yoqqa ko'paytirish qilib chiqarsak, 1 teng kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x. Bu degan to'g'ridan to'g'ri kosinus 2x teng 1 degan bo'ladi. Unda 2x teng 2 pi ga kosinus 1 bo'ladigan joy x teng pi ga tangens x teng 1 ani ikkita yechimimiz turibdi. Endi javoblarni izlaymiz.
Tangens x 1 bo'ladigan joylar pi taqsim 4 bilan ana 3-chorakning o'rtasi 5 pi taqsim 4. X teng pi k degan joylar 0 bilan demak pi plus 2 pi k 180 gradusdagi nuqta. Tenglamaning eng kichik musbat ildizini toping. Musbatlarning eng kichkinasi pi taqsim 4 lik ko'rinib turibdi. Mana nuqta undan kichkina musbat yo'q-ku. Javobi pi taqsim 4. 0,2 pi da tenglama ildizlar yig'indisini toping. 2 pi kirmayapti, yumaloq qavs qo'yibdi. Demak bizda ko'rinib turibdi 0 pi taqsim 4 pi hamda 5 pi taqsim 4. Lekin bundan pi ni olmaymiz. 0 ni ham olmaymiz ekan, pi ni ham olmaymiz ekan. Chunki pi ni qo'yib qo'ysak, katangiz mavjud bo'lmay qoladi, sinus 0 bo'lib qoladi-ku. Lekin misolimizda katangiz qatnashgan, u mavjud. Shuning uchun mana bu 0 bilan pi yechimdan chiqadi. Faqat pi taqsim 4 va 5 pi taqsim 4 qoladi. Ular yig'indisi 6 pi taqsim 4 va 3 pi taqsim 2 ni beradi. Funksiya berilgan bo'lsin, ning qiymatlar sohasini toping. Demak, teskari funksiyaning qiymatlar sohasi funksiyani o'zini aniqlash sohasi bo'lib qoladi. Ya'ni x qo'shilgan 2 taqsim x minus 3 ning aniqlanish sohasi. Ning qiymatlar sohasi tegishli eng kichik tub sonni toping. Yo'q. Teskari funksiyaning qiymatlar sohasi degan mana buning berilgan teskari funksiyasining qiymatlar sohasi berilgan funksiyamizning aniqlanish sohasini so'rayotgan bo'lib qoladi. Eng kichik tub sonni toping. Aniqlanish sohasi katta 0. Demak bu -2 va 3 0 dan katta desam 3 dan kattalar. -2 dan kichkinalar. Mana shuni bajaradigan sonlarga 3 dan katta son qo'ysam, sur'ati maxraj ham musbat, -2 dan kichkina son qo'ysam, ikkalasi ham manfiy bo'lib, nisbatlar musbat chiqadi. Orasidagi sonni qo'ysak manfiy bo'lib qoladi, bo'lmaydi. 3 dan katta sonlar ichidagi eng kichik tub son 5. A ning javobi 5. Endi B. Tengsizlikning yechimi bo'ladigan oraliq uzunligini toping. Demak, buni teskari funksiyasini bitta yozib olamiz. Y teng bo'lsa ln x plus 2 taqsim x minus 3. Bunda y darajasi y teng ekan x qo'shilgan 2 taqsim x minus 3. Ko'paytiramiz. Y darajasi y ko'paygan x minus y darajasi y ko'paygan 3 teng x qo'shilgan 2. Bu yoqqa o'tkazsak y darajasi y ko'paygan x minus x teng y darajasi ko'paygan 3 plus 2. X lar borlar bir tarafga o'tkazishda x ni chiqarib yozsam y darajasi y minus 1 teng 3 ko'paygan y darajasi y qo'shilgan 2 ga. Va bunda x ni topsak 3 ko'paygan y darajasi y qo'shilgan 2 taqsim y darajasi y minus 1. Xo'sh. Mana shu teskari funksiyasi bo'ladi va bu katta bo'lishi kerak ekan. Oldidan shu tengsizlik yechim bo'ladigan oraliqni topishimiz kerak ekan. Demak, 3 ko'paygan y darajasi y qo'shilgan 2 minus 6 ko'paygan y darajasi y maxraj berib yozsak, qo'shilgan 6 taqsim y darajasi y minus 1 katta 0 dan. Demak, minus 3 y darajasi y bo'ladi ayirsak. Qo'shilgan 8 taqsim minus 1 katta 0 dan. Bitta minus ta'sir qildirib yuborsam 3 y darajasi y minus 8 taqsim y darajasi y minus 1 kichkina 0 dan bo'ladi. Bitta minusni oldim, suratini kasr oldiga ishlatib oldim. O'chirgan paytimda 0 dan kichkina degan narsa kelib qoladi. Surat bilan maxrajni o'qiydigan sonlarni mana bu oraliqqa qo'ysam, tushunish qiyin bo'lmasmikan? Maxraj 0 bo'lishi uchun y ni 0-chisi bo'lishi kerak. Shunda y 0-chisi 1 bo'ladi, 1 ga teng bo'ladi. Demak, y ni 0-chisi bo'lishi y 0 bo'lishi kerak. Xo'sh, y ni x deb yozib teskari funksiyada ishlatardik. Men uni yozib o'tirmadim. Bunisi tepasi.
y darajasi y 8 taqsim 3 chiqishi kerak ekan. Uning uchun y teng bo'lishi kerak. ln 8 taqsim 3 ga. Shunda mana y darajasida ln 8 taqsim 3 bo'ladi. Bunda shunchaki 8 taqsim 3 chiqadi bundan mana. Keyin bu 3 ga ko'payganda y darajasi y oldi 3 turibdi-ku. 3 ga ko'payganda 3 bilan qisqarib 8 qoladi. 8 0 8 0 bo'ladi. Shuning uchun mana shu sonni ishlatdim. Xo'sh. Bu 0 dan kichkina bo'lishi kerak edi. Demak, orasi bo'ladi ham. Chunki y darajasi y o'rniga 100 qo'yib qo'ysak, mana katta son bo'lib ketadi, musbat bo'ladi. Bu yoqda musbat bo'ladi, o'rtasi manfiy bo'ladi. Mana shu oraliq bo'lib qolar ekan. ln 8 taqsim 3 dan 0 gacha oraliq. 0 dan 5 gacha oraliq 5 deyiladimi? 0 dan 8 gacha oraliq 8 deyiladimi? Unda 0 dan ln 8 taqsim 3 gacha oraliq ln 8 taqsim 3 deyiladi. Oraliq uzunligi shuncha chiqar ekan. 39. Demak, u yerga nuqta ikkita o'rinma o'tkazilgan, o'rinma o'zaro perpendikulya bo'lsin. Y 0 ni toping. Uncha qiyin bo'lmadi bu masala ham. Y x 0 qo'ysak 4 chiqadi. Masalan, mana shu 4 bo'lsin, sabadan to'xtatalik. Mana shu 4 bo'lsin, 2 qo'ysak 2 chiqadi. Minus 2 qo'ysak ham 2 chiqadi. Mana shunaqa parabola bo'ladi bitta. Endi 0 y 0 nuqtadan o'rinma o'tkazilgan bo'lsa, demak u nuqta maylilarda turgan bo'lsin. Y 0 nuqta bo'lsin-da. O'rinma bittasini o'tib, orasi 90 gradus ekan. Endi bu parabola simmetrik-ku, y o'qilgan. Mana bu parabola. Unda mana ikkita burchak teng bo'lib qoladi-da, ikkalasi ham 45 gradusda bo'lib qoladi. Shunda K1 45 gradusning tangensi 1 bo'lsa, K2 teng minus 1 bo'lishi kerak bo'lib qoladi. K degani f + x 0 edi. Ya'ni hosilasiga qanaqadir sonni qo'yganda chiqishi kerak edi. Buni hosilasi minus x bo'lib turibdi. Shunga nechundir qo'ysam K chiqadi. K 1 bo'lib turibdi. Unda x ni o'rniga qo'yamiz. Masalan, x 1 teng 1 bo'lsa, x 2 teng minus 1. Shunda o'rinmalar bittasi mana bu nuqtadan urilgan. Mana urilgan joy 1 ga, bittasi minus 1 ga to'g'ri keladi. 1 dagi o'rinmani burchak koeffitsiyenti minus 1. Minus 1 dagi o'rinmani burchak koeffitsiyenti 1. Mana ikkita chiziqlar. Perpendikulyar chiziqlar. Y 0 kerak bizga. Xo'sh. 0 dagi qiymati 4 edi. 1 dagi qiymati 1 ni qo'ysak 3,5 chiqar ekan. F1 teng 3,5 va K teng minus 1. O'ng tomondagi mana o'rinmadan qarayapman-da. Xo'sh, bizga Y 0 kerak. Uchburchak chizib olamiz. Uchburchakni chizib olaman. Bu 45 gradusli bo'lgani uchun mana bunaqa uchburchak turibdi bizda. Bu bilan bu teng, mana orasi 90 gradus uchburchak turibdi. Mana masofa 1 ga teng, o'rinma 1 dan urilgan-ku. 1 dan urilgan-ku. Unda bu ham balandligi ham 1 bo'ladi. 1 dagi qiymat 3,5 bo'lsa, 0 bilan orasi 1 mi? Demak, bundan tepasi ham 1 bo'ladi-da. 3,5 ga 1 qo'shamiz, 4,5 chiqadi. Y 0 4,5 ekan yoki 9 taqsim 2. Urinish nuqtalari absissalari yig'indisini toping. Urinish nuqtalari absissalari yig'indisini toping. Bittasi 1 da, bittasi minus 1 da o'rinda dedik-ku. Unda yig'indisi 0 bo'lar-ku. 40. Demak, bu kanaldagi masala. Bo'yilgan shakl yuzi. Integral 1 dan 4 gacha mana bu y chiziqli yuzani topishimiz kerak bo'ladi. Bu shunchaki ildizda x plus 1 dx hamda ana u uchburchak. Uchburchakni topish uchun asosi 2, balandligi esa funksiyadagi x o'rniga 4 qo'ysak, ya'ni f4. Shu chiqadigan son balandlikni beradi, mana y ni beradi-ku.
taqsim 2 3 100 mana shunaqa bo'ladi. Ildiz x ni boshlang'ich 2 taqsim 3, x ni 3 taqsim 2-chisi. Shunda 3 taqsim 2 tushadi, 2 taqsim 3 bilan qisqaradi, darajada 1 taqsim 2 qoladi. 1 ni boshlang'ichi x oraliq 1/4 1/4 qo'shilgan. F4 nima chiqadi? Funksiyaga qo'ysak, x ni o'rniga 4 qo'ysak, 2 chiqib 1 bilan 3 bo'ladi. Shunda 2 ko'paygan 3 taqsim 2 mana shunaqa bo'lar ekan. 2 ko'paygan 3 taqsim shunaqa chiqar ekan, 3 burchak yuzasi teng. Endi hisoblaymiz. 4 qo'ysak, 4 ni kubi 64 ildizdan taqsim 2 bo'lgancha ildizdan chiqaramiz. 8 2 ko'paytiramiz. 16 taqsim 3 minus 1 qo'ysak, prosta 2 taqsim 3. X ga 4 qo'ysak 4, 1 qo'ysak 1. Qo'shilgan 3 teng. 14 taqsim 3. Ana 3 ni qo'shsak, 14 taqsim 3 ga 6 qo'shamiz ekan. 6 degani 3 dan 18 bo'ladi. 14 qo'shilgan 18 taqsim 3 teng 32 taqsim 3. Shaklni x o'q atrofida 360 gradusga aylansa hosil bo'lgan jism hajmini toping. Demak, bu formulasini bilmaydiganlar uchun yozib ketamiz. V teng P integral A dan B gacha berilgan funksiyani kvadrati dx. Demak, berilgan shakl mana shu bo'yilgan shaklni aytyapti. Integral 1 dan 4 gacha, 1 dan 4 gacha ana bu funksiya bilan chegaralanganda tepasi. 4 dan yoq alohida 3 burchakcha, u konuscha shakl bo'ladi. Demak, 1 dan 4 gacha funksiyani kvadrati x qo'shilgan 2 ildizda x qo'shilgan 1. Demak, shuni integral olamiz. Qo'shilgan alohida konus p asosan radiusi 3. Mana bu radius bo'ladi endi. 3 ni kvadrat ko'paygan balandlik 2 4 bilan 6 orasi taqsim 3 1 taqsim 3 pi kvadrat h dan. Shuni hisoblaymiz teng. Mana pisini yozmayman. Demak, x ni boshlang'ichi x kvadrat taqsim 2 qo'shilgan 2 ildiz x ni boshlang'ichi 4 taqsim 3 x ni 3 taqsim 2-chisi hosil ko'rsak shuni beradi. 1 ni boshlang'ichi x chegaralar 1 dan 4 gacha 1 dan 4 gacha 1 dan 4 gacha qo'shilgan 18 pi taqsim 3 degani 6 pi teng. X kvadrat taqsim 2 da 4 qo'ysam 16 taqsim 2 bo'lib 8 bo'ladi. 1 qo'ysam 1 taqsim 2 bo'ladi. 8 minus 1 taqsim 2. Bunisida 4 qo'ysak, demak, ildizdan 2 chiqib kubi 8 bo'ladi. 8 kare 4 32 taqsim 3. 32 taqsim 3. 1 qo'ysak shunchaki 4 taqsim 3. Bu yana oddiy 3. Bularda bitta pi degan ko'paytuvchisi bor oldida. Va integral oldidagi pi da qo'shilgan 6 pi. Shuni hisoblayapmiz teng. Demak, 8 ga 3 11. 11 dan 1 taqsim 2 ni aytsak 10 yarim. 32 dan 4 ni aytsak 28. 28 taqsim 3 ga 10 yarimni qo'shishim kerak. 10 yarim degani 21 taqsim 2. 6 mahrajni boshlovchim 3 ga ko'paytiraman 63. 12 ga ko'paytiraman 56. 56 ga 63 119 pi taqsim 6 bo'ldi. Qo'shaman. Bu 36 pi taqsim 6 bo'ladi. 6 pi degan. Javob 155 pi taqsim 6. Bu B ni javobi edi. A ni javobi 32 taqsim 3. B ni javobi 155 pi taqsim 6. 41. ABC'da 4 burchakda, AB 28, BC'da 17.
Buni nima qildik? 12 burchak bisektrissasi. Az kesma uzunligini toping. Xo'sh, mana buni x deb belgilasam-da, kosinuslarda yurmoqchi bo'lsam, burchakni phi desam, x kvadrat qo'shilgan 28 ni kvadrati minus 2 ko'paygan x ko'paygan 28 ko'paygan kosinus phi teng 17 ni kvadratiga. Yana bir tomondan pastdagi uchun x kvadrat qo'shilgan 12 ni kvadrati minus 2 ko'paygan x ko'paygan 12 ko'paygan kosinus phi teng 17 ni kvadrati. Birinchi x ni topib olish uchun ana kosinus phisi bor narsani yo'qotib olsam, uni qanday qilamiz? Ana shu hadlarni nimaga farqlab 2 ko'paygan 28 2 ko'paygan 12. 4 ni ham olsam 2 ko'paygan 4 ko'paygan 7 2 ko'paygan 4 ko'paygan 3. Demak pastga 7 ko'paytirsam, tepaga 3 ko'paytirsam, mana ikkinchi ana kosinus phisi bor hadlari bor-ku, shular teng bo'lib qoladi. Ayirib olsam yo'qolib ketadi. Demak tepada 3x kvadrat, pastda 7x kvadrat bo'ladi deb mana sonlarni ko'paytirganimda sistema bo'lyapti-da. Tepadan pastni ayirsam minus 4x kvadrat bo'ladi. 28 ni kvadratini 3 ko'paytiraman ekan. Minus 12 ni kvadratini 7 ga ko'paytiraman ekan. Teng 17 ni kvadratidan 3 ta, 17 ni kvadratidan 7 ta ayirsak minus 4 ko'paygan 17 ni kvadrati bo'ladi. Shundan bir amalab x kvadrat topishimiz kerak. 4 ga bo'lib o'rsak bo'lar ekan. Bir to'la minus 4 ga bo'lib o'rsak x kvadrat qo'shilgan bu ayrilgan bo'lib qoladi endi. 3 ko'paygan 28 ko'paygan 28 bittasini 4 ga bo'lib yubordim, 7 qoldi. Minus endi bu qo'shish bo'ladi, minus 4 ga bo'ldim-ku. 12 ko'paygan 7 ko'paygan 3 12 ni bittasini 4 ga bo'lib yubordim. Narigi esa 17 ni kvadratini o'zi qoladi. Xo'sh, x kvadrat teng 7si bilan 3ni chiqarib ayirib olsam, mana bu narsani mana 17 ni kvadrat tomonga o'tkazib qo'yibman o'sha. Qo'shilgan 7 ko'paygan 3 chiqarsam 28 musbat bo'lib o'tadi. 7 ko'paygan 3 ketsa 12 ayirish bo'lib o'tadi. 12. Shunda x kvadrat teng 17 ni kvadrati qo'shilgan 7 ko'paygan 3 ko'paygan 28 16. 7 kira 3 21 16 ga ko'paytirsak 336, 17 ni kvadrati 289. 289 ga 336 ni qo'shsak 625 bo'ladi. X teng 25 degan chiroyli son chiqadi. X teng 25 bo'ldi. Endi 4 burchak yuzi kerak bizga. 4 burchak yuzi. Kosinus phini izlab topib kelamizmi? Ha, shunday qilamiz. Mana bu ikkinchi tenglamani ishlatamiz. Tenglamani ishlatamiz. Demak, 25 ni kvadrat qo'shilgan 12 ni kvadrat minus 17 ni kvadrat teng. Bu 17 tomonga o'tsa, 17 ni bu yoqqa o'tkazib oldik-ku. 2 ko'paygan 25 ko'paygan 12 ko'paygan kosinus phi. Voy, osonroq yo'l yo'qmikan buni? Mayli, 625 ayirgan 289 336 ni beruvdi. 336 ga ana 144 ni qo'shsak 336 144 336 144 0 8 3 ga 1 4 mi? Shunchaki 480 ekan. Mana tomon 480 bo'ldi. Buni 12 ga bo'lsak 40, 2 ga bo'lsak 20, 20 taqsim 25 degani 4 taqsim 5 ekan, kosinus phi. Unda sinus phi teng 3 taqsim 5 bo'ladi-ya. Birdan kvadratni ayirib topamiz. Yana sinus phini topdik, endi yuzini topib qo'yamiz osongina. Demak, mana bu ani javobi 25 chiqqan. Ben javobini berib yozamiz. Pastdan yuzini topib olaylik birinchi. Demak, 3 burchak A S D teng 1 taqsim 2, bir tomoni 25, yana bir tomoni 12 va orasiga burchak sinus 3 taqsim 5 teng.
25 bilan 5 qisqarsa o'rnida 5 qoladi. 2 qisqarsa o'rnida 6 qoladi. 5 kira 6 33 ga ko'paytirsak 60 ekan bo'lsa, 90 bo'ladi-ku. 5 kira 6 33 ga ko'paytirsam 90. 3 burchak ABC teng 1 taqsim 2. Bir tomon 28, bir tomon 25. Orasi burchak sinus ikkalasi ham fi-ku. 3 taqsim 5 teng 25 bilan 5 5 ni beradi. 14 ni beradi. 14 dan 5 tasi 70, 3 tasi 210. 210 ga 90 300. Demak, to'g'ri. Parallelogram ABC'da parallelogramni hamma ko'rdimi? Mana bu yaxshi ko'rinmay turgan parallelogram edi. CD va AB tomonlarga tashqi ravishda muntazam CD va AD uchburchaklar. Demak, mana bu mana uchalasi teng. Mana uchalasi teng. AD 8, AB 6. BAD 30 gradus. BAD 30 gradus. Unda mana bunday boshlanar ekanda, mana burchak ham 30 gradus. Parallelogramning qarama-qarshi burchagi bo'lgani uchun bu yerga mana tomon 60 gradus, unda mana 90 gradus bo'lib qoladi. Muntazam uchburchak bo'lgani uchun 60 ga C burchakni D bilan tashkil qilgan tomonlarda hosil bo'lgan uchburchak 90 gradus bo'lsa, mana buni muntazam bo'lgani uchun buni 6, buni 6, buni 6 ligini bilamiz. Buni 8 ligini bilamiz, AD 8 ligidan. Unda 6 bilan 8 hosil bo'lib turganda BE Pifagordan 10 chiqadi 6 bilan 8 dan. Keyin BEF uchburchak perimetri. Demak, u tomon 10 bo'ldi. Bu tomonichi xuddi boyagidek, mana bu uchburchak uchun ADF uchburchak uchun bir tomoni 8 ku, muntazam dedimmi? Hamma tomoni 8. Mana burchak 30, DAB burchak. FAD burchak 60 muntazam bo'lgani uchun. Shunda mana burchak 90 bo'lib qoladi. Yana 6 bilan 8 dan BF 10 chiqadi. Xuddi shunday YF ham 10 chiqadi. YF ham 10 chiqqandan keyin bu yerda muntazam uchburchak turibdi. 3 ta tomoni ham 10, unda perimetri 30. BF uchburchak 100. S teng tomon A bo'lgan muntazam uchburchak uchun 100. Ildizda 3A kvadrat taqsim 4. Ildizda 3. Bizning misolimizda tomonimiz 10 ku. 100 taqsim 4 teng 25 ildizda 3. 43 eng ko'p vaqt olgan masala. Demak, mana bo'lakchani A desak. Bo'lakchani A desak, bo'lakchani B desak, C desak, D desak, o'zi vatar xossasi bor, AB teng CD. Bizga aytayapti, AC kvadrat plus BD kvadrat. AC kvadrat degani A kvadrat plus C kvadrat-ku. BD kvadrat degani B kvadrat plus D kvadrat-ku. Mana bilan mana kvadratni qo'shsak, mana kvadrat chiqishi kerak-ku. Teng 200. Xo'sh, AB kvadrat plus CD kvadrat 200 osonroq bo'lsin, turibdi. Aylana radiusini toping. Xo'sh, aylana radiusi degani demak, mana buni berdim bo'lsam, bu B ayrilgan yo'q, B qo'shilgan A taqsim 2 desam, mana masofa bo'ladi. Shuni B dan ayirsam, mana masofa qolar ekan, tepadagicha. Mana masofacha qolar ekan. Endi
shuni kvadratiga qo'shsam, mana masofa kerakda bu. Mana masofa. Bu nima deb ifodalasam bo'ladi? D plus C taqsim 2 u mana vatarni yarmi bo'ladi, C da vatarni yarmi. Shuni ayirib tashlashim kerak C ni. Shunda mana shu masofa bo'ladi. Mana masofa bo'ladi. Shu ikkalasining kvadratini unda u kvadratlarni qo'shsam chiqmay qoladi-ku. Yo, buni ayirib tashlamay turay. Hech nimani ayirmasam. D plus C taqsim 2 degani C da vatarni yarmi. Ya'ni mana shu qismi, shunga boyaga hisoblaganim mana uni kvadratlarni qo'shsam mana bir addition kvadrat chiqadi. Addition kvadrat chiqishi uchun demak mana bu nima deb belgilab qo'yay. F deb belgilab qo'ygan joyim C da vatarni yarmi. Shunga qo'shaman ekan. Demak mana bu kichkina bo'lakcham, bu bo'lakcham B vatarni yarmiga yarmini ayirdim B dan. B bo'lakcham mana bu. Shundan yarmini olsam mana tepada kichkina qismchasi qoladi. Demak to'g'ri. Mana shuni kvadratlarni qo'shsam r kvadrat beradi. Tekshiramiz endi. B dan ayirsam B plus A taqsim 2 kvadratini, shunda bu B 2 dan 2B bo'ladi. Ayirsam B minus A taqsim 2 ni kvadrati bo'lar ekan. Shunga qo'shsam D plus C taqsim 2 ni kvadratini teng. Hisoblaymiz. B kvadrat plus A kvadrat minus 2AB qo'shilgan D kvadrat plus C kvadrat plus 2CD taqsim 4 teng R kvadrat. Radiusning kvadrati. Va bu yerda boya aytganim AB bilan CD tengligidan 2CD bilan minus 2AB yo'qolib ketadi. A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat, D kvadrat yig'inda 200 ida 4 ga bo'lsam 50 bo'ladi. R kvadrat teng 50 va R teng 5 ildizda 2. OE kesma uzunligini toping. OE kesma uzunligini toping. Demak, OE kesma uzunligini toping. OE kesma degani boyagi C da vatarni yarmi, ya'ni C qo'shilgan D taqsim 2 dan ayirsak C ni mana bu qoladi. Shunga shuni kvadratga qo'shsak, demak boyagi mana bu qismchani kvadratini. Shunda OE chiqadi. Bu qismchani boya yozgan edim. B minus A taqsim 2 ni kvadratini berib qoladi. Mana bu tomoni mana birinchi qavscham D minus C taqsim 2 ni kvadratini beradi. Bu maxfiy berib yozganimda B minus A taqsim 2 ni kvadrati teng. Mana shuni hisoblashimiz kerak ekan. Shular olayotgan x ni kvadratini beradi. Demak, bu ham D kvadrat plus C kvadrat minus 2CD B kvadrat plus A kvadrat minus 2AB taqsim 4 teng x kvadrat. A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat, D kvadrat yerda ham qatnashdi. 200 bo'ladi. Minus ana bu CD bilan AB teng-ku, shuni 4AB yozarsam bo'ladi-ya. Taqsim 4 teng x kvadrat. 4 ga bo'lib yozsam 50 minus AB teng x kvadrat. Endi AB ni topib kerak, qaydandir AB ni topib kelamiz. Ana bu AB kvadrat plus CD kvadratni ishlatmadik-ku hali. AB kvadrat degani A qo'shilgan B ning kvadrati. CD kvadrat degani meni belgilaganim bo'yicha bo'lakchalarda alohida belgilab olganman-ku. C plus D ni kvadrati teng 296. Hozir buni yoysam A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat plus D kvadrat plus
ikkita AB, ikkitasi D bo'ladi. Men buni 4 AB deb yozsam bo'ladi. Bu ekvatorlar xosasidan ikkitasini birlashtirib olib. Mana narsa 200 ku. Unda 4AB 96, AB esa 24 chiqadi. 50 dan 24 ni ayirsak 26 ekan x kvadrat. Bundan x teng ildizda 26. Mana yozib bo'lgandan keyin nima deb belgilaganimni bitta ko'rsataman mana endi. Ana. Mana shunday qoida bo'yicha ishladik. 44. Muntazam oltiburchakli prizma asosining tomoni 6 ga, yon qirrasi 8 ga teng. D1 A7 piramida hajmini toping. Demak, boshqarang. D1 mana A mana E mana D mana. Asosi mana shu. Balandligi mana 3. Mana shu piramida kerak ekan. Asos mana ku, buni yuzasi kerak. Bu muntazam oltiburchakdagi mana uni mana D desak, A nuqta mana yerda turibdi-ku. Uchburchak mana bu qoladi-ku. To'g'rimi? Tomoni mana bu 6 deb aytilgan. Bu 6 bo'lsa 120 gradus bo'lganda mana bu 6 ildizda chiqishini hammamiz bilamiz. Ko'zinchlardan isbotlab qo'ysa bo'ladi. 6 ildizda 3. Rosa o'yalib ketdi. 6 ildizda 3. Piramida hajmini topish uchun asosiy yuzi V teng, asosiy yuzini yozyapman. 1/2 ko'paygan 6 ko'paygan 6 ildizda 3. Mana asosiy yuzi. Balandlik 8 o'zgarmay turibdi. Taqsim 3, 1/3 asos ko'paygan balandlik bo'ladi-ku. Teng. Mana bu 3 bilan 2 6 ni yeb qo'yadi va 48 ildizda 3 degan hajm chiqadi. 48 ildizda 3. Keyingisi to'rtburchakli prizma hajmini toping. ABCD deb bo'lsa mana D. ABCD mana D. Bu oltiburchakning yarmi-ku. Oltiburchakning asosiy yuzini topib olay. S teng 3 ildizda 3 A kvadrat taqsim 4 bo'lardi ham. A kvadrat taqsim 2 bo'lardi ham. 2 bo'lardi. Formulasida. Bizga yarmi bo'lgani uchun pastga yana 2 ko'paytirib yozaylik. Oltiburchak asosining yuzini yarmida bu. Xo'sh, shuni ko'paytiramiz ekan balandlikka, shunda prizmaning hajmi bo'ladi. Demak, buni ishlatmay turamiz hozircha. V teng 3 ildizda 3 tomoni 6 edi. Kvadrat 36 bo'ladi. Taqsim 4 2 bo'lgani uchun ko'paygan balandlik 8 teng. Bu yerda 2 3 36 108 ikkitasi 216 ildizda 3. Javobi 48 ildizda 3. Bana javobi 216 ildizda 3. Demak 45 ga 45 ishlagan, ishlolmaganim ko'rinib qolibdi. Ishlolmagan emas. Xo'sh. Avval shaharlar to'g'ri chiziq shaklidagi magistralda 15-20 uzoqlikda joylashgan shaharning yo'lning bir tomonida debdi. Demak, bunday qilamiz. Joyga sig'maydi-da. Mayli, sig'diramiz. Mana bu shu magistral bo'lsin. Bittasi yo'ldan 20 masofada, bittasi 15 masofada. Mana bu 15, bu 20. Orasidagi masofa 13. Agar bu yerdan bir chiziq o'tkazsam, bu yeri 5, bu yog'i 12. Orasidagi masofa 12 bo'lib qoladi. Bizga aytyapti, yo'l chetida quriladigan elektr stansiyasi. Yo'l, mana bu yo'l.
qayerga distansiya qilmoqchi. Bunga sim tortamiz debdi. Tok o'tkazadi-ku, sim tortadi. Elektr energiya tortiladi. Elektr energiyasi uzunligi eng kichik bo'ladigan qilib. Masalan, mana uni x desa, bu yog'i yo'q. 12 minus x bo'ladi. Chunki orasidagi masofa 12 ku. Boyagi 13 bilan 5 dan chiqqan Pifagordan. Xo'sh, bizga mana bu chiziq bilan mana uni yig'indisining eng kichik qiymati kerak. Mana uni atilib pastga o'tkazib yubordim deb qo'rsam bo'ladi-ku. Simmetrik qilib. Mana ikkalasini simmetrik qilib tepadagi nuqtani pastga ko'chirib, mana uni A nuqta bo'lsa, A' deb. Shundan bu chiziqni uzunligini topib qo'ysam bo'ldi. Mana uni qo'shib o'tirmayman-da. To'g'ri pastga o'tkazib yuboraman. Demak, bu yog'i ham 15 mi? Nimaga o'tkazsam, mayda 15 bor. Bu yog'i 12. Mana masofani topish uchun 3 burchak hisoblab qo'yaveramiz. 20, 15, 35 bo'ldi. Bu yog'i 12 bo'ldi. Mana biz izlagan masofa x. Demak, 35 ni kvadrati plus 12 ni kvadrati teng men izlagan x ni kvadrati. 1225 mi? 144 mi? Qo'shsak 9, 2 ga 4, 6, 1369. Bu 37 ni kvadrati-ku. Va x teng 37. Eng qisqa masofa 37 bo'lar ekan. B shahardan sizgacha bo'lgan masofani toping. B shahar qaysi bir endi? B shahar buni uzuni ekan. A va B deganda uni 20 ga moslagan. Ikkita o'xshash uchburchak, masalan mana uchburchak bilan, mana katta uchburchak bilan mana pastdagi uchburchak o'xshashda. Demak, buni mana bo'yi bo'lib turgan 15 ni asos bo'lib turgan x ga nisbati, narigini bo'yi bo'lib turgan 20 ni asos bo'lib turgan 12 minus x ga nisbati teng desak, 5 ta qisqarib ketsa 3, 4. 12 ni ko'paytirib chiqarsam bu tarafga ham 36 minus 3x teng 4x. 7x teng 36. X teng 36 taqsim 7. X 36 taqsim 7 bo'lsa, 12 minus x nima chiqadi? 12 minus 36 taqsim 7 teng. 12 degan 7 dan 84. 84 dan 36 narsa 48 taqsim 7 chiqadi. Demak, mana bu masofa 48 taqsim 7 ekan. Endi shuni kvadrat bilan 20 ni kvadratini qo'shishim kerak. Oho, 20 ni kvadrati 400 qo'shilgan. 48 niki 2304 taqsim 49. Shuna ildizi biz izlayotgan masofa bo'ladi. 400 ni 49 ga ko'paytirsak 19600 chiqadi. Qo'shilgan 2304 taqsim 49 teng. Demak, buni qo'shsam xo'sh. 148 taqsim 7 chiqar ekan. Ildizdan. Shunda 21 butun necha metr ham bo'lar ekanda. Yaxshi, hammaga rahmat. Endi testning javoblarini tashlaymiz.